Biz masalan 26-yil byudjet loyihasi bu yoqqa kirganligini hisobga olib, bizga shunday topshiriq bo'lganki, qaror bilan 900 milliard so'm 25-yil o'zida bularga ajratib, o'sha boya aytdik-ku, jamg'arma tuzildi deb. Shu jamg'armaga o'tkazib berish ko'zda tutilgan. Biz yil yakunigacha 900 milliard so'mni jamg'armaga o'tkazib beramiz. Byudjet kelgusi o'qishlarida shuni hammasini joy-joyiga qo'yib, o'ylaymizki, Mohira Mirzaahmadovnada ham va boshqa deputatlarimizda ham bu soha uchun ajratilayotgan mablag'larni yetarli emasligi haqida hech qanday shubha qolmaydi. Bugun poytaxtimizda bo'layotgan, yuzaga kelgan murakkab ekologik vaziyat bu loyihalarni amalga oshirishda jaddallikni talab qiladi va kechiktirib bo'lmaydigan choralarni amalga oshirish kerakligini taqozo qiladi. Savolim shundan iboratki, 2026-yil uchun mo'ljallangan budjet loyihasida ushbu maqsadlar uchun qancha mablag' ajratilishi nazarda tutilmoqda? Prognoz qilishimiz bo'yicha 548 milliard so'm tashkil qiladi. Toshkent shahrida ekologik vaziyatni yaxshilash bo'yicha maxsus komissiya ish olib borilyapti. Ommaviy axborot vositalarida bilyapsizlar, kecha ham yig'ilish bo'ldi. Bu почти har kunlik kruglnimaydi 24 soat ishlaydigan shtab tuzilgan.